Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz oldingi videolarda ham dunyoning eng qimmat avtomobillari haqida ma'lumot bergan edik. Hozir sizlarga dunyoda faqatgina bir nusxada ishlab chiqarilgan avtomobillar haqida ma'lumot beramiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling. Faqatgina bir nusxada ishlab chiqarilgan avtomobillar. Maybach Exelero. Bu mashina dunyodagi muhtasham va qimmat mashinalardan biri. Fulda shina ishlab chiqaruvchilar bilan birgalikda Maybach Exelero 57-sport coupe limuzin bazasida yaratilgan. 2011-yilda mashinani taniqli Amerika reperchisi Brian Williams $8 million sotib oldi. Ferrari F12 Berlinette TRS. Xaridor buyurtmasiga asosan yig'ilgan. Buyurtmachi Ferrari'ni g'ayrioddiy ochiq kupeli F12 Berlinette'ga o'xshashini buyurgan. Norasmiy ma'lumotlar bo'yicha bu noyob mashinaning narxi $4.2 million dan oshadi. McLaren X1. Bu mashina Special Operation injenerlar tomonidan maxsus buyurtma bo'yicha tayyorlandi. Uning barcha buyumlari $7 million ga tushdi. Rolls-Royce Hyperion. Bu noyob maxsus mashinani Roland Hall buyurtmasiga ko'ra qilingan. Rolls-Royce Hyperion 2008-yilda tayyorlangan va 1930-yilning Rolls modeli kabriolet ko'rinishiga ega bo'ldi. Uning dizayni bilan afsonaviy Pininfarina shug'ullangan. Peugeot Onyx. Original fransuzlar tosh deya nomlashgan bu ajoyib mashina uchun noyob materiallardan foydalanishgan. Bundan tashqari, avtomobil doimiy konstruksiyasiga yana mis, namat va qog'oz qo'shilgan. Fransuzlar aniqlab o'tishdiki, ular bu yo'nalish bo'yicha boshqa ishlab chiqarishmaydi, lekin kelajakda qanday uslub yo'nalish bo'yicha ishlarini aytib o'tishdi. Ford GT90. Ushbu konsept 1995-yilda Detroit avtosalonida ko'rsatilgan. U ishlab chiqaruvchilar uchun dunyodagi eng zo'r baquvvat mashina deb ta'riflangan. Haqiqatda 12 silindrli agregat mashina 4 ta turbinalari bilan tezligi 720 ot kuchiga teng bo'lgan. GT90 ning tezligi taxminan soatiga 407 km ga yetadi. Bundan kelib chiqadiki, uning raqobatdoshi faqatgina Bugatti Veyron bo'lgan. U Forddan keyin 10 yildan so'nggina paydo bo'ldi. Porsche 911 Panamerica. Bu mashina 1989-yilda Porsche kompaniya direktori Ferri Porschega sovg'a qilingan. Dizayni diqqatga sazovor. Keyingi avtomobil ZIC Sport. Bu avtomobil ham dunyoda faqatgina bir nusxada ishlab chiqarilgan. Lamborghini'ning yana bir vakili Lamborghini Egoista. O'zining dizayni bilan barchani rom eta olgan.